Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli arab tili ixlosmandlari. Bugun oxirgi darsimiz ekan. Sarf asoslari master class darslarimizni demak qo'llanmamiz mana qo'limizda turibdi. Xudo xolasa bugun oxiriga yetkazamiz. E, Shu mana anaqa o'qiyotgan bir ustozlarimiz sharofati bilan mana anaqa bu kitobda mana 35-betda nima berilgan edi, jadval 35-betda o'sha fillarga jadval berilgan edi. O'shani Xudo xolasa nashrga tayyorlayapmiz. Shartnomalarni qildik. Xudo xolasa Hilol nashr 2 hafta muddat berishdi. 2 haftalarda Xudo xolasa chiqarib berishar ekan. Mana anaqasini o'sha plakat qilib, plakat ko'rinishida A2 formatga yasayapmiz. O'zi nima deb o'ylaysizlar, o'sha ketamikan, odamlarga kerakmikan? Yo'q, kerak emasmikan? Neyse, zo'r hamma. Hamma zo'r deyapti endi. Ketsa kerak, a. Shu kungacha bundoq o'zimcha o'yladim. Shu kungacha hech kim chiqarmagan haqiqatda. Assalomu alaykum. Labbay. Ovoz O'quv a, markazi bo'ladi. nima deysiz? Rosa ovoz uzildi. O'quv markazlariga kerak deganingizni eshitdik. Foydalanishi juda yaxshi. Haqiqatda men o'ylayotganim, bu jadval anaqa-ku, mana mana bu yerga anaqasini ochaylik. Hozir buni dizaynini qilyapti. Qilib bo'lishdi ham o'zi asli. Yana mayda-chuyda yana pardozlar berishyapti. Mana hozir sizlarga ko'rsatay. Hozir mayda-chuyda pardozlarini ham berishyapti. Hozir qani? Hozir. Va o'zi anaqa darsni boshlab yubor bo'lganmiz. Boshqa narsa bilan gaplashib o'tiribmiz deyvoru. Ha. Men sizlarning fikringlarni olamizda endi. Mana ochildimi? Hop, mana shu dizayn qilib shuni yasashdi-da. O'zi asli bu bitta bizani kitob emas, har qanday sarf fanni o'rganayotgan odamga kerak-da. Mana shu dizaynni qilishibdi, ko'ryaptimi sizlarga? Ha, yaxshimi? Endi ya'ni nima anaqada mana hozir kitob mana o'zi ko'kimtir rangku, o'shanga buni ham o'sha ko'k ranglardan anaqa foydalanishganda, mana kitobda Mamatda mana bunaqa nima gulchasi bor. Mamatga ham mana bunaqa gul chizishgan. Ya'ni o'zi balki shuni o'zini qo'yib qo'yishibdi-da. Mana shu yerga shuni o'zini qo'yib qo'ygan. Ya'ni o'sha kitob elementlaridan foydalanishganda. Endi mana mayda-chuyda element deganim mana bunaqa qilishyapti. Mana Mamatlarida mana qora rangda, qora skромный. Mana shu chiziqlarini ham boshqacha rang qilishga aniq qilishyapti. Mashitlarga ham mana ko'kimtir rang berishmoqchi. O'shanga hozir yana ozgina qo'limizni oladi bu ish deyishdi. Demak, mana shuni jadval qilib chiqarishmoqchi. Inshaalloh скромный yaxshi chiqqan shekilli. Endi Hilol nashri dizaynerlari bu narsalarda menimcha mahorati yaxshi bo'lsa kerak. O'zligisiga qo'ydik bu ishni, o'zligisi chiroyli qilib chiqarishyapti. Xudo xolisa A2 format. Nima deysizlar? A2 format yaxshi bo'lsa kerak. Ya'ni mana A4dan 4 barobar ko'p. Misol uchun bitta mana A4 bo'lsa, yoniga yana bitta A4, keyin yana ikkita tepasiga A4 qo'ysa A2 formatda. Mana yollamachasiga bo'ladi xudo xolisa. Ancha o'zi shu kungacha boshqa plakatlar bor-ku, mavzulardan. Ular ham A2 formatda chiqqan ekan-da. A2 formatda chiqarmoqchimiz. Xo'p, demak, doskada zo'r joylashadigan o'lcham. Inshaalloh shunaqa A2 format. Xo'p, endi qaranglar, biza bismillah deb boshlaymiz. Hop, demak, oxirgi anaqamiz bu. Bobimiz ism va fe'llarga tegishli bo'lgan umumiy hukmlar bobi. Salomat bo'linglar. O'zingizlarga like berishyapti. Xo'p, demak, eng birinchi mavzuyimiz demak iltiqo sakinayn. Ikki sukunli harf yo'l o'qishi. Bu boshqa sarf kitoblarida
uncha topilmaydigan ma'lumotlar berilgan qo'ldan kelgancha. Arab tilida ikki sukunli harf bir kalimada yoki ikki harf ikki kalimada yonma-yon kelsa, iltiqo sakinayn ikki sukunli harf yo'liqishi deyiladi. Ya'ni tushunarlimi? Demak, iltiqo sakinayn deb shu kungacha gapirdik. Nima? Ikkita sukunli harf yo'liqsa, yo bitta kalimada yo'liqadi, yokida ikkita kalimada. Ya'ni bitta kalimani oxiri, ikkinchi kalimani boshi. Tushunarli? Demak, ikki xil yo'liqishi ko'rinishi bor ekan. Ularni shu holatda talaffuz qilish mumkin emas. Arab tilida shu ikkita sukunli harf mumkin emas. Misol uchun bordi mana ingliz tilida mana school deydi, sk. O'zbek tilida ham bunaqa shu Yevropadan kirgan so'zlarda bo'lsa kerak. School deydi. Sk ikkita sukunli harf yonma. Ya'ni bo'lib ham sukunli harf bilan so'zni boshlayapti-da. Bunaqa narsalar arab tilida yo'q. Ulardan xalos bo'lish vojib bo'ladi. Ya'ni bu vojib deganimiz shar'iy vojib emas, albatta bu lug'aviy istiloh, shunchaki vojib so'zi demak boshqa fanlarda ham ishlatilinadi, faqat fiqh fanida emas. Illo ruxsat berilgan o'rinlar bundan mustasno mana. Demak, buni ruxsat berilgan o'rni ham bor ijtimoiy sokinayni. Demak, iltiqoy sokinaydan xalos bo'lishni ikki yo'l bilan bo'ladi. Ular birinchisi hazf bilan mana. Ikkinchisi tahrik deyiladi, harakat berish. Hop, qaranglar, buni endi hazf ko'rib chiqamiz. Qachon hazf qilinadi iltiqoy sakinayn? Bu ikki sukunli harf bir-biriga yo'liqqanda birini tushib yuborishdir. Bu hazf qilish ham o'z navbatida ikki turga bo'linadi. Mana. Demak, tushirib yuborishimiz kerak. Ikkita sukunli harf keldi, bittasini tushiramiz. Buni ham ikki xil ko'rinishi bor. Yo birini tushiradi, yo ikkinchisini hozir haqida gaplashamiz. Yo ha, bu yerda lafzdan va xatdan tushirish haqida. Tahrikda birinchisiga yoki ikkinchisiga edi. Chalkashib ketdim. Demak, lafzdan va xatdan birgalikda hazf qilish mana. Hazf ikki xil dedik. Ham lafzdan, ya'ni talaffuzdan tushirish va xatdan ham tushirish, yozuvdan ham tushirish. Bu iltiqoy sakinayn bir kalimada va avvalgisi mad holatida bo'lsa, mad holati ya'ni vav va yo, endi alif doim mad bo'ladi. Vav va yo o'zidan oldin vav va nima bo'lsa, yo va o'zidan oldin zo, zamma va kasra bo'lsa, demak mad holati bo'ladi, to'g'rimi? Hop, bunday ikki sukunli harfning bir kalimaning bir juzimi yoki juziga o'xshashmi farqi yo'q. Endi qaranglar mana. Qul bi' xof tad'una tad'unna. Qaranglar, qul bi' xof asllari xof bo'lgan, qul bo'lgan, bi' bo'lgan, a? Bu kalimalarda ikki sukunli harf bir kalimaning juzidir. Kalimaning haqiqiy juzida, kalimaning juziga o'xshashmasdan haqiqiy juzi. Ha? Ya'ni vav asli harf, yoy asli harf, alif asli harf, a? Demak, ijtimoiy sokinning ya'ni ikki sukunli harf yo'liqdi. Ya'ni bular amr-ku, qul bi' endi demak shu sababdan demak nima qildik? Harf illatni tushirib yubordik birinchisida, a? Xo'p. Demak, mat holatida bo'lsa yuz beradi dedik, to'g'rimi? Mana mat holatida yuz bersa, bu yerda mat harfi, ya'ni o'sha mat harfi tushib ketish haqida gap ketyapti, to'g'rimi? Qay qaranglar-da. Bu yerda qaysi harf tushganiga uncha e'tibor berilmabdi. Bo'lsa yuz beradi. Bunda ikki sukunli harf kalimani bir juzimi yoki farqi yo'q. Shunda ya'ni shu mad holatidagi harf tushadi, ya'ni illat harfi tushish haqida gap ketmabdi. Mana qoidadan e'tibor berdinglarmi shu yerda? Mana qoidani tushuntirganmizda. Qaysi kalima tushish haqida mana qulda vov tushgani, bu yoqda yo alif tushgani haqida gapirilmagan. Bu haqida keyingi nimalarda gapirishimiz kerak. Hop. Endi qaranglar. Asli harf tushib ketdi. Tad'una, tad'unna bu ikki fe'lning asllari tad'avuna bo'lgan va tad'avunanna bo'lgan. Ya'ni tatkid nuni kirgandan keyin bu yerda nunimiz tushgan, bu nun tushishining sababi nima edi? Anaqa sababidan tushgan bu yerda. Taxfif o'laroq tushgan bu yerda. Iltiqos sokinayn sababidan emas. Iltiqos sokinayn sababidan emas, taxfif o'laroq, ya'ni endi ba'zi ulamolar aytadi taxfif uchun emas deydi, mabni bo'lgani uchun deydi. Bu shu kungacha shu ikki qovulda aytib kelyaptik. Ya'ni mabniga o'zgargandan keyin i'rob nunni keragi yo'q, buni tushirib yuboramiz. Keyin mana bu zamir vovi bilan nima yo'liqadi? Bizada ta'kid nunimiz yo'liqadi. Mana o'zi nima yuqorida hazf bo'lish bosqichlari o'tgandan keyin vov tushib ketadi, to'g'ri? Tad'avunada ham vovimiz nimasi alifga o'zgaradi. Oldi vov harakatli, oldi fathali bo'lgani uchun keyin ijtimoiy sokinlik bo'lib turib, bu yerda lom barobarini hazf qilamiz, to'g'rimi? Hop, bularda fe'llarga zamir va ta'kid nuni qo'shilgandan so'ng va ular kalimaning bir juzi bo'lib ketgan. Mana bu yerda e'tibor bersak, yuqoridagi anaqada kalimani bir juziga o'xshash bo'lsa ham hazf qilinadi deyilgan, to'g'rimi?
Bu yerda demak bu yerda sal chuqurroq kiryapmizda iltiqos hazf bo'lishligi. Kalimani juzidek bo'lsa, demak ba'zi olimlar kalimani juzi bo'lmasa hazf bo'lmaydi degan gapni aytishganda, shunga bu nima qo'shimchani kirgizilgan bu yoqqa tushunarli. Xo'p. Xo'sh, nima kalimani bir juzidek bo'lib ketdi. Shu sababdan ularga kalimani juzida bo'lgan harfga berilgan hukm berilmoqda va hazf qilinmoqda. Endi qaranglar, faqatgina lafzdan hazf qilish. Bu iltiqos sakina ikki kalimada bo'lsa va avvalgisi mad harfi bo'lsa yuz beradi mana. Mana yad'ul qavma, mana demak ijtimoiy sakina ikkita kalimada bo'lsa faqatgina lafzdan tushar ekan, xatdan tushmas ekan. Mana yad'ul qavma yarmir rajul. Ha, bunda demak mad holatida turibdi vov. Ha, undan keyin mana alif yad'ul da vov bilan alif ijtimoiy sakina bo'ldi. Qanaqa talaffuz qilyapmiz? Yad'ul qavma. Endi bu yerda hamza vasligani tushirishimizning sababi bu kalimani o'rtasida, ya'ni talaffuzni o'rtasida bo'lgani uchun, to'g'rimi? Endi vovni tushirishimizning sababi bo'lsa, mana lomdagi sukunga yo'l qo'yapti, to'g'rimi? Buni tushirishimizning sababi demak ikkita kalimada demak ijtimoiy sokinlik bo'lgani va bu ijtimoiy sokinlikdagi harf demak harfi illat mad holatida turgani uchun biz harf hazf qilyapmiz. Endi yarmi rojulda nima bo'ldi? Yarmi ar-rojuliydi, to'g'rimi? Endi hamza vasliga shundoq ham tushdi. Endi bu yerda mana ro nima yoga idg'om qilingan ro bu yerda turibdi. Lom roga idg'om qilingan lom turibdi, to'g'rimi? Buni qanaqa talaffuz qilyapmiz? Yarmir rojul, to'g'rimi? Mana bu yerda bitta lomimiz bor, demak taqdiran baribir bitta sukunli harfimiz bor. Ikkita sukun keldi. Demak, uni talaffuzni o'zidan tushiramiz, yarmir rojul. Endi tahrik harakat berish iltiqos sokin bo'lgan vaqtda ikki sukunli harfdan biriga harakat berish orqali bu holatdan qutulish mumkin. Endi qaranglar, harakat beramiz dedik. Harakatni ham qachon beramiz? Xo'p, ikki sukunli harf harakatlantirilganda birinchisi yoki ikkinchisiga harakat beriladi. Bu quyidagi holatlarda yuz beradi. Demak, ikkita sukunli harf keldi. Tepada bitta demak yo'q, faqatgina xatdan faqatgina lafzdan yoki ham lafzdan ham xatdan tushirib yuborishni o'rgandik. Endi tahrik, harakat beramiz. Harakat berib ikkita ijtimoiy sokinlikdan qutulamiz. Endi qaranglar. Endi harakat berish ham ikki xil ekan. Yo birinchisiga harakat beramiz, yo ikkinchisiga harakat beramiz. Endi avvalgisini harakatlantirish qachon ro'y beradi? Bu iltiqos sokinlikni birinchi harfi harf illat bo'lmasa, harfi illat bo'lsa ham mad holatida bo'lmasa yuz beradi. Bunda ikki sukunli harf bir kalimadami yo ikkisida farqi yo'q. Misol, ixshavunna xofilla hayzhab izhab. Ixshavunna bu solda ixshav fe'li amr edi, to'g'rimi? Saqila ta'kid nunni kirgizdik. Uning birinchi harfi sukunli bo'lgani uchun iltiqos sokinlik vujudga keldi. Fe'lning oxirgi harfi mad holatida bo'lmagani uchun harakat berildi. Mana ixshavga nun berdik. Bu vovimiz nima holatida emas edi. Mad holatida emas edi. Shu sababdan nima dedik? Vovga zamma berib yubordik. Demak, hazf qilmadik. To'g'rimi? Tepada mana yadu qani? Man tad'avunnada yoki tad'unada tushirib yuborilgan, to'g'rimi? Tad'avunnada tad'unna qoluvdi mana. Tad'unna bo'lib qani mana tushirib yuborilgan edi. Endi bunda bo'lsa tushirib yuborilmadi, harakat berildi. Tushunarli? Birinchisiga harakat berdik, ikki sukunli harfni birinchisiga. Xo'p. Endi hop. Endi bu fe'lga anaqa yuqorida ham aytdik. Bundan boshqa tavjihot beradigan ulamolar ham bor. Buni oz-oz gapirgan bo'ldik yuqorisida. Ya'ni bu fatha lom barobaridagi hazf bo'lgan harakatga dalolat qilib turuvdi. Vov zamiri tushirsak, unga dalolat qilish uchun zamma keltirish kerak. Bitta harf ikkita narsaga dalolat qila olmaydi deb turib, hazf qilinmaydi, zamma beriladi degan ulamolar ham bor. Lekin bu anaqa qovul bitta joyda sinib qoladi-da. Sinib qoladi. Shu sababdan bu qovul, ya'ni bu yerda anaqa bo'lmagani uchun nima? Mad holatida turmagani uchun bu yerda tushirib yuborilmadi degan qovul to'g'riroq bo'ladi-da. Hozir sinib qolish joyi qayerda edi? Eslolmadim. Subhanalloh. Qayerda sinardi? Ha. Irdovunna deb biz sinamidi, mana shunaqa edi. Chunki o'zi nimaga fatha nimaga hazf bo'lmaganga dalolat qilmayotgan bo'lardi. Xullas, mayli, hozir eslolmadim. Bu unchalik zarur emas hozir. Demak, xo'p, xofillaha izhab izhab. Bu misollarda xof va izhab amr fe'llaridan keyin nima bo'ldi? Sukunli harflar keldi. Ya'ni izhab edi, yana bittasi keldi. Xofillahada imom lomga yo'liqdi, to'g'rimi? Birinchi sukunli harfga harakat berilgan.
Ha, xofiy deb kasra berdik, izhabiy deb turib kasra berdik. Hm. Endi chunki as-sakin iza hurika bil kasri degan qoida bor-ku. Odatda chunki fe'l harakatlantirilsa, kasra bilan harakatlantirish bor-da, shu sababdan. Xo'p. Endi ikkinchisini harakatlantirish qachon ro'y beradi? Bu ish birinchi harfga harakat berganda, talaffuz qilib bo'lmaydigan holat paydo bo'lganda sodir bo'ladi. Misol uchun lam yarudda. Lam yarudda bu qaranglar. Bu jazm harfi kirgandan so'ng muzoaf fe'li edi. Asli lam yarud edi, to'g'rimi? Mana lam yarud. Bu yerda naqldan keyin biza aytdikki, birinchi fe'lda olib sodir bo'ladi. Keyin mana jazm harflari kiradigan edi, to'g'rimi? Yardud fe'li o'zi asli lam yarud bo'lgan edi, tushunarli? Lam yarud bo'lgan edi. Rodda yaruddu edi-yu. Yaruddu edi, lam kirdi. Lam yarud bo'lib qoldi, to'g'rimi? Yarud. Endi qaranglar, ikkita ijtimoiy sokin ham bo'lib qoldi. Birinchi harfga harakat berilsa nima bo'ladi? Lam yarudud bo'lib qoladi. Lam yarudud talaffuzda yanada qiyinchilik. Bu lam yaruddan ko'ra lam yarudud bundan ham qiyin bo'lib qoldi-da. Shu sababdan ikkinchisiga harakat berib idg'om hosil qilinadi. Demak, shunda lam yarud mamta bo'lib turibmidi? Ikkinchisiga beramiz, lam yarudda qilib yuboramiz. Lam shunda idg'om hosil bo'ladi. Lam yarudda qilib yuboramiz. Yoki lam yaruddi, lam yaruddu, uni yuqorida ham aytdik. Qanday, nima sababdan nima bo'lishini. Kim qachon fatha beriladi, qachon kasra beriladi, zamma berishchi. Xo'p, buni ham yuqorida o'zi gaplashib o'tganmiz. Hop, izoh bu qoidaning fakkul idg'om bilan talaffuz qilishga aloqasi yo'q. Ya'ni lam yardud deb mana asliga qaytarish bor edi-yu hijozliklarning lug'atida. Ha, bunga aloqasi yo'q. Tushunarlimi? Faqatgina idg'om holati haqida gap ketyapti. Demak, iltiqoi sokinayn mana dan qutulishni ikki xil barcha ko'rinishlarni ko'rish. Umumiy demak, hazf bor, tahrik bor. Hazfi ham ikki xil bor, tahrikki ham mana ikki xil bor. To'g'rimi? Hammasini gaplashdik. Endi iltiqoi sokinayn ruxsat berilgan o'rinlar. Ijtimoiy sokinayn, qaranglar, ijtimoiy sokinayn, iltiqoi sokinayn farqi yo'q. Quyidagi o'rinlarda ruxsat berilgan. Iltiqos ikki sukunli harfning avvalgisi illat harfi, ikkinchisi idg'om qilingan harf va ikkisi bir kalimada bo'lsa, misol uchun maddun, maddatun yukida. Idg'om yechilsa madi, da tun edi. Demak, shu joyda nima ekan? Ijtimoiy sokinayn ruxsat berilgan. Demak, birinchisi mad harfi, ikkinchisi idg'om qilingan harf bo'lsa, o'sha nimaga kirib ketgan. Ruxsat berilgan o'rin ekan. Xo'p. Demak, yuqorida hazf bo'lib ketishi iltiqos sokinayn mana. Mamatda mana. Qaniydi, qaniydi. Mana ixshavunnada mana mad holatida bo'lgani uchun ham ruxsat berilmadi, hazf ham bo'lmadi, tushunarli? Xo'p. Bitta endi nima ruxsat berilgani mad holatida bo'lgani uchun ruxsat berildi. Tepada ruxsat berilmadi, nimaga mad holatida emas edi. Hop, demak, ya'ni kalimani oxirida vaqf qilinsa, vaqf mana nafas olish uchun to'xtash degani, to'g'rimi? Maqol, Zayd, Bakr shularda ham mana ijtimoiy sokinayn bo'lyapti, hech nima hazf qilinmaydi, tushunarli? Hop, endi qat'iy hamza imlosi. Buni ham tez-tez o'qiymiz. Hop, arab tili imlo qoidalari sarf fani tarkibiga kirmasa ham bu mavzuni risolamiz tarkibiga kirgizdik. Ha? Chunki imlo qoidasi sarf fani emasdi. Sababi sarf fani ishtiqoqini o'rganadi. Bir kalimani ishtiqoq qilgandan so'ng albatta uni yozishga, imlo qoidalariga ehtiyoj seziladi. Biza o'sha dars bergan o'zi asli nima bo'ldi? Buni kitob yozib bo'lgandan keyin dars berdim. O'shanda talabalar nima bo'ldi-da? Mahmuz kalimalar biza qaranglar, mana kechirasizlar. Hop, mana shu kungacha bizni sarflatganda mahmuz kalimalarni sarflatmasdik-da, to'g'rimi? Mahmuz kalimalarga juda kam to'xtalinardik. Mahmuz kalimalar qo'shildi. Sarflashga o'rgatildi yuqorida-da. Sarflattirsa talabalar yozisha olmayapti. Talabalar yozisha olmadi. Keyin nima qildik? Qanaqa yozishni o'rgatadigan bitta nima qo'ydik? Mana qat'iy hamza imlosi degan mavzuni qo'shdik, tushunarli? Bu talabaga sarflash jarayonida kerak bo'lib qoladi. Qat'iy hamzani esa o'ziga xos imlo qoidalari mavjud. Quyida shu haqida to'xtalamiz. Xo'p, hamza arab alifbosining birinchi harfi. Qaranglar. E'tibor beringlar, bu doktor Aymanlarning ham gapi. Bir alif baytasa deymiz-ku, o'zi asli hamza birinchisi. Lom alif yo deganimizda u alif, bu hamza. Majozan alif deb nomlanadi. Tushunarli? Bu asli majozan alif deb nomlanadi, o'zi asli bu hamza. Bu harfning shaklini Imom Xolil ibn Ahmad al-Farog'iydiy ixtiro qilgan. Bunda olim mahraj bo'lib biriga yaqin bo'lgan ayn harfining bosh qismini talaffuz uchun tanlagan. To'g'ri, bir-biriga yaqin-da mahraj. To'g'rimi? Demak, shuni kallasini qirib qo'yganlar.
Xo'p, hamzaning ikki turi mavjud: qat'iy va vasliy. Endi vasliy haqida alohida mavzuyimiz bor, hozir bitta ham keladi. Bundan keyin ba'zan alif ustiga, endi qaranglar, qat'iy hozir haqida gaplashyapmiz, to'g'rimi? Ba'zan alif ustiga qat'iy hamzada, qat'iy hamza ba'zan demizda, qaysi birligini aytmamiz. Ya'ni qat'iy hamza ba'zan alif ustiga, ba'zan vav ustiga, ba'zan nabra ustiga yoziladi. Ba'zan satrda alohida yoziladi, to'g'rimi? Bundoq qilib. Quyida shu haqida batafsil to'xtalamiz. O'zi asli mana e, qat'iy hamza kalimani boshida kelsa doim alifga yoziladi. O'rtada kelsa mushkul joylari borda. E, Yo o'zini harakati, yo o'zidan oldingi harakat, harflar inobatga olinadi. Tushunarli? Qaranglar. Kalima boshida qat'iy hamza kelsa doim alif ustiga yoziladi. Misol uchun akroma, ukrima, ikromun. Kalima o'rtasida qat'iy hamza kalima o'rtasida kelsa qanday yozilishida bir necha jihatlar inobatga olinadi. Ular hamzaning harakati yoki sukunli bo'lishi, undan oldingi harf yoki uning harakati. Tushunarli? Undan oldingi harf yoki inobatga olinadi yoki uni harakati inobatga olinadi. Tushunarli? Va o'zi ham inobatga olinadi. O'zini harakati, o'zini sukunli bo'lishi. Endi qaranglar, hamza sukunli, endi kalima o'rtasida hamzaning umumiy 4 xil holati bor. Birinchisi sukunli hamza. Hali birinchi sukunlini mana bu chekkadan gaplashamiz. Hozir qaranglar. Sukunli hamza, kasrali hamza, fathali hamzada, mana keyin mana alif ustida, satrda, nabra ustida, vav ustida, keyin mana zammali hamza. Fathali hamzani kavlashdik. Nabra ustida, satr ustida, vav ustida, zammali hamza vav ustida, satr ustida, nabra ustida, kalima oxirida, mana u keyin. Tushunarli? Demak, kalima eng qiynaydigan mana shu kalimani o'rtasida, boshi bilan oxiri oson. Boshi bilan oxiri oson. Sukunli hamza bo'lsa, sukunli hamza, hamza kalima o'rtasida sukunli holatda kelsa, o'zidan oldingi harakatiga muvofiq harf ustiga yoziladi. Fatha bo'lsa, alif ustida, zamma bo'lsa, vav ustida, kasra bo'lsa, nabra ustida. Demak, o'zi sukunli. Demak, oldi qanaqa nima harakat bo'lsa, o'shanga qarab yozilaveradi. Misol mana ya'muru, tu'maru, yuburiyat. Mana oldigi o'zi sukun, oldidagi harakatga muvofiq qarab yozildi. Endi kasrali hamza nima bo'ladi? Kasrali hamza kasrali bo'lsa, doim nabra ustiga yoziladi. Ustiga yoziladi. Saima, asila, soim. Mana oldini ham farqi yo'q. Fathali hamza. Hamza fatha kalima, demak kalima o'rtasida fathali bo'lsa, 4 xil ko'rinishda yoziladi. Qaranglar. Endi bu mana bu anaqa. Mana agar oldi fathali bo'lsa, mana saala alif ustida yozildi. Qaranglar, o'zi fatha, oldi ham o'zi fatha bo'ldi, oldi ham fatha bo'ldi, alif ustida yozildi. Sahih sukunli harfdan keyin kelsa, mana yasalu, bunda ham alif ustiga. O'zi fathali, oldi sukun sahih. Bunda alif bo'ldi. Satrda qachon yoziladi? Alifdan keyin kelsa, mana alifdan o'zi harakatli, oldi alif bo'lsa, ya'ni sukunlida. Satr ustida. Vovdan keyin kelsa, mana vaduun, vudu'ahu, to'g'rimi? Demak, bunda ham satrga yozildi. Nabra ustida. Qaranglar. O'zi fathali bo'lib turib, nabra ustiga qachon yoziladi? Sukunli yodan keyin kelsa, hay'a mana. Sukunli sahih harfdan keyin kelib, o'zidan keyin alif kelsa, mana qarang. Dif'ani, dif'an. Tobe. Shunchalik qiynab tashlaydi alif. Hamza. Vov ustida, zammadan keyin kelsa, vov ustida mana sual. Sual mana zammadan keyin kelib turibdi, vov ustida yozildi. Tushunarli? O'zi fathali. Mana bunda qaranglar, o'zini fathasi inobatga olinmasdan mana zamma urib ketdi bu yoqqa. Bu yerda vallohu alam nima deydi? Sual degan lug'atlar ham bor-ku, shunaqa qabilalar boshqa sual deydi, Sual demasdan. Ana o'shalarni ham inobatga olib bu yerda vov yozilganda menimcha. Hop, zammali hamza endi qaranglar, zammali, o'zi zammali bo'lsa qanaqa bo'ladi? Hamza kalima o'rtasida zammali bo'lsa, 3 xil ko'rinishda yoziladi. Vov ustida birinchisi, sukundan keyin kelsa, masauhu, mana sukundan keyin o'zi zammali, tepada o'zi fathali bo'lib sukundan keyin kelsa, ali nima? Mana bunaqa tasaali satrga yoziladi. Bunda vov ustiga. Afusun mana sukundan keyin kelyapti, o'zi zammali. Tushunarli? Sukundan keyin. Fathali harfdan keyin kelsa, hop, ulqiya, to'g'rimi? Bunda ham qaranglar, ulqiya. Mana akroma ham, akroma yukrimu bor-ku, hamzasi u akrimu bo'lardi, xuddi shunaqa edi. Mana fathali, fathadan keyin o'zi zamma bo'lsa, vov ustida yozilyapti. Xo'p, yaqra'uhu, to'g'rimi? Bunda ham vov ustida vovda yozilyapti, zammali, oldi fathali. Zammali harfdan keyin kelsa, yavduuna. Mash yavduuna. Mash bor-ku, xato ketibdi. Mana shuni to'g'rilaymiz. Anta anaqa ham bor edi, yavduuna. Vadoa yavdou fathali bo'ladi. Bu anaqa yavduuna zammali qilib yozib qo'yganmiz-ku. Mana bu pastda hozir jadval bor-da.
Mana shu yerda ham vadoa yavdoude. Bu fe'l, ya'ni ayn barobar zammalimizda. Tushunasizmi? Vatg'iro yavturuna yav mm, misol qilsak bo'ladi hozir mana shu yerda, tushunarli. Mayli, demakki qoidamiz to'g'ri ekan. Zammali bo'lib turib, zammali harfdan keyin kelsa, vov ustiga yoziladi. Endi qaranglar, o'zi zammali satrda qachon yoziladi? O'zidan oldin vov o'tsa, mana u uhu, to'g'rimi? O'zidan keyin vov kelsa mar'usun, ha, taubun. Hozir ko'rasiz. Ha, sal chalkashda o'sha qiynaydi Hamza. Hamza qiynaydi. Buni bilmadim. Rosa qidirdim. Bundan oson tushuntirish yo'llari bormi deb rosa qidirdim. Bundan oson uslub topmadim lekin. Qaranglar, nabra yokida ani yodlash mumkin so'zlarni yodlab. Oldi kasra bo'lsa miuna, man nabra ustida yozilyapti. Oldi sukunli yo bo'lsa shay uka. Kalima oxirida, hozir mana jadvalda, mana jadvalda ko'rasizlar. Kalima oxirida qat'iy hamza, kalima oxirida oldidagi harf harakatli yoki sukunli bo'lishiga qarab satrda yoki harf ustida yoziladi. Satrda bo'lsa mana hamzadan oldingi harf, demak sukunli bo'lsa maun, harf ustida qachon yoziladi? Hamzadan oldingi harf harakatli bo'lsa, o'sha harakatga muvofiq harf ustiga yoziladi. Mana maljaun, tabatuun, mawaniun. Mana oxirida ham sal osonroq, demak sukundan keyin kelsa satrga yozildi, yukida o'zi oldi harakatli bo'lsa, o'sha harakatga muvofiq yozildi. Endi qaranglar. Kalimani o'rtasi qiynab, to'g'rimi? Quyidagi jadvalda qat'iy hamza qatnashgan so'zlar misollar berilgan. Jadval mana ustunlari kesimida mana hamza harakati, hamzadan oldingi harakat va nima qanday yoziladi. Kalima o'rtasida, hammasida o'rtasiga berilgan. Qaranglar. O'zi sukunli bo'lib, oldi sukunli bo'lsa, bunaqa mavjud emas, to'g'rimi? Hamzadan oldingi harf sukunli, o'zi sukunli mavjud emas. O'zi fathali bo'lib, oldi sukunli bo'lsa, mana alif ustiga, o'zi zammali bo'lsa, oldi sukunli bo'lsa, mana vov ustiga yoziladi. Kasrali bo'lsa, sukunli bo'lsa, yana bir ustiga mana qaranglar, o'zi sukunli bo'lib turib, oldi fathali bo'lsa, ya'muru bo'lib, alif ustiga o'zi fathali, oldi fathali. Yana alif ustiga o'zi zammali, fathali bo'lsa, vov ustiga mana o'zini harakati yutib ketdi bu yerda. Kasrali bo'lsa, nabara bo'ldi. Ha, mana borku, mana o'zi kasrali bo'lsa, doim mana nabaraga nima yoziladi. Mana ko'ryapsizmi? Hozir mana so'rayapsiz-ku, mana oson yo'li yo'q. Xohlasangiz bunaqachasiga ustunchasiga yodlang. Xohlasangiz bunaqachasiga yodlang, tushunarli? Hamza shunaqa qiynaydi. Zammali endi o'zi sukunli bo'lib, oldi zamma bo'lsa, mana vovga bo'ldi, fathali bo'lib turib, oldi zammali bo'lsa, mana endi zamma yutib ketyapti. Mana qarang, mana bu yerda deyarli aksar holatda mana zamma yutib ketyapti. Mana o'zi zammali bo'lsa, oldi ham zammali. Mana qaranglar, mana xato ketib qolgan. Yavdo, endi tepada yavduuni yozib qo'ydik, bu yoqqa yavdouni bo'libdi. Chunki fe'l o'zi yavdouda, bu yerda to'g'ri yozilgan fe'l. Bu yoqqa boshqa fe'l qo'yish kerak. Hozir nima fe'l, hozir man sizlarga qarab aytib beraman. Nima fe'l qo'yib qo'ydik bu yoqqa? Tabatuun. Tabatuun. Ya tabatuun fe'lini qo'ygan ekanmiz deb bu yoqqa. Tushunarli? O'zgartirish kerak buni. Bu xatoda. Chunki oldi zamma, o'zi zammali fe'l emas-ku bu. Xo'p, endi o'zi kasra bo'lib turib, oldi zamma bo'lsa, mana nabara ustiga tushdi. Sukunli bo'lib turib, oldi kasrali bo'lsa, nabara, mana fathali bo'lib turib, kasrali bo'lsa, yana nabara. Qaranglar, mana yana nabra. O'zi zammali, oldi kasrali. Nabra yana yutib ketyapti. Qaranglar mana. Bu yoqqa ham kelganda mana oldidagi kasra, oldidagi yutib ketyapti. Bu yerda ham xosi ina. Endi o'zi sukunli bo'lib alif mavjud emas. Mana qaranglar, o'zi endi oldidagi alif bo'lsa, vov bo'lsa, yo bo'lsa, o'shani ko'ryapmiz. O'zi fathali bo'lib turib, oldi alif bo'lsa, mana tasala, o'zi zammali, oldi alif. Yana masauhu, o'zi kasrali, oldi alif, nabra ustiga. Endi qaranglar, fathali bo'lib turib, oldi vov bo'lsa, sukunlisi mavjud emas, buni ham aytdik. O'zi fathali bo'lib turib, oldi vov bo'lsa, mana satrga tushdi. Zammali bo'lib turib, yana vov bo'lsa, yana satrga, kasrali bo'lib turib vov bo'lsa, nabra ustiga, mana nabra yana yutib ketdi. Nima kasra yutib ketdi bu yerda. Demak, fathali bo'lib turib, oldi yo bo'lsa, nabra, zammali, yoli, yana nabra bo'ldi, kasrali, oldi yana yo bo'lsa, yana nabra bo'ldi. Mana shunaqa qilib endi bitta o'qib nima qilib chiqish kerak. Yokida yana bitta anaqa, o'zi yozursa odam o'rganib ketadi, qanaqa nimada yozish kerakligini. Tushunarli? Hop. Endi keyingisi bo'ldi. Xudo xolasa bu yog'i oson. Tag'in ham biza bitta jadval keltirdik-ku, o'zi asli
nima kalimani o'rtasida kelganiga ham jadval bor, oxiriga ham kelganga jadval qilsa undan ham battar nima bo'lib ketardi, qiynashib ketardi. Maylida endi talaba mana bunaqa qilsa bo'ladi. Bitta variant nima? Qanaqa yozilishini qarab-qarab o'rganib, misol uchun qarab-qarab tuslash jarayonida qanaqa yozilishini bitta-bitta qarab olsa bo'ladi. Tushunarli? O'zi xato yozsa borku bittada ko'zga bilinadi lekin. Hop, vasli hamza. Arab tilida sukunli harf bilan kalima boshlanmaydi. Xuddi shunday harakatli harf bilan vaqf ham qilinmaydi, Shu bilan birga, shu sababdan sukun bilan boshlangan kalimalar boshiga hamza vasliya ziyoda qilinadi. Uning harakati qaysi kalimaga qo'shilganiga qarab qo'yiladi. O'zi asli buni bilasizlar ustozlar. Endi talabalarga o'rgatish uchun qo'shildi. Ism va fe'llarga qo'shilgan hamza vasliya asl holatiga ko'ra kasrali o'qiladi. Mana asl holati kasra. Asl holati kasra. Ko'p narsani asli ko'p narsani hal qiladi. Mana ibnun, istikhrojun, intalaqa, idrib. Mana qaranglar, ism va fe'llarga qo'shilgan asl holatida kasrali o'qiladi. Ism va fe'llar. Uchinchi harfi demak, asli zamma bo'lgan fe'llar bundan mustasno mana. Tushunarli? Mana talabaga oson o'rgatamiz. Ism va fe'lga qo'shildi, bo'ldi. O'zi o'qiysan. O'qi doim. Lekin bitta holat bundan mustasno. Uchinchi harfi asli zamma bo'lgan fe'llar bundan mustasno. Aslida hatto bunday emas. Asli zamma. Ularga zamma qo'yiladi. Untuliqo, ud'u, uktub. Yuqorida asli zamma deyildi. Bunda asli bo'lmagan zamma va kasralar chiqib ketishi tushuniladi. Mana imshu, ud'i. Imshu bu fe'l zamir qo'shilishidan oldin imshi fe'li edi. Noqis fe'l, amr fe'li bo'lgani uchun kalima oxiridagi harf illat hazf qilingan. Keyin vov zamirga qo'shilgandan so'ng vov oldi nima bo'ldi? Zamma keltirildi. Ayn barobarida zammadan keyin keltirilgan bo'lgani uchun vasli hamza zammali o'qiladi. Qaranglar. Imshi edi, vov qo'shdik. Imshiu bo'ldi. Endi bu vov o'zgarib ketadi, zamir. To'g'rimi? Oldi kasra bo'lgan. O'sha o'zgarmasin uchun bu kasrani nima qildik? Zammaga o'zgartirdik. Imshu bo'ldi, to'g'rimi? Bu zammamiz keyin o'zimiz olib kelganmiz. Shu sababdan uni inobatga olmaymizda. Mana Mamatdagi tushib ketgan lom harfiga dalolat bo'lib deymizmi yokida ayn barobarni harakatiga dalolat deymizmi? Hammasi bir xil, demak, iyligicha qoladi. Chunki bu asli lom barobari bu yerda yo bo'lgani-yu shunaqalarga yo tushib ketganiga dalolat qilib qolaveradi. Tushunarli? Shu bo'lib qoldi. Endi ud'i bu fe'l zamir qo'shilishidan oldin ud'u fe'li edi, noqis amr fe'li bo'lgani uchun kalima oxiridagi harf illat hazf qilingan, keyin muxotaba yoziga qo'shilgan. Unga munosib bo'lishi uchun ayn barobar kasra keltirdi. Bu yoqqa mana endi kasrani keyin olib keldik. Shu sababdan vasli hamzani harakati o'z holicha qoldi. Ud'uga yoy qo'shdik. Ud'i, keyin ud'i. Bu hamzamiz ham nima hamza vasliyamizni endi harakati nima bo'ldi? Ayn barobaridagi nima harakatga dalil qilib turibdi. Yad'u edi, da'a yad'uku. Endi bu birinchi holatini gaplashib oldik. Ikkinchisi mana al harfida ismlarga qo'shiluvchi al, qaranglar, bu alif lam deymiz-ku, alif lam, alif lam. Ibn Hishom al-Ansoriy degan katta olim borlar. Qur'onda harakat qo'yishga qiynalib qolaman. Hamza vasliyani aytayaptilarmi? Nimani aytayaptilar? Hamza vasliyani aytyapsizmi, Muqaddasxon opa? Yo anaqagami? Oddiy hamzani aytdilar. Hamza vasliyaniga qo'yish kerak-da Qur'onda, to'g'ri? Endi qaranglar, Ibn Hishom al-Ansoriy mana shuni nima degan kitoblari bor? Sharh Shuzuruz Zahab fi kalamil arab edi, kalima anaqa kitob bor. Xullas Shuzur Zahab degan kitobda mana shuni tahqiq qiladi. Qaranglar. Al davomimiz-ku, al. Shuni al deb nomlash to'g'riroq deydilar. Al. Alif lam deb nomlashdan ko'ra deydilar. Nimaga desa, chunki bu ikkitali harf. Ikkita alif lam. Hal, bal degan kalimalarimiz bor-ku. O'shani ham ha, lam yokida ba, lam demaymiz-ku. Hal deyapmiz, bal deyapmiz, to'g'rimi? Ya'ni istifhom harfi bor-ku, hal. Buni ham al deyish to'g'riroq deydilar. Alif lam degandan ko'ra. Tushunarli? Shunga biz alif alni tanladik. Demak, ismlarga qo'shiluvchi alf, al, demak kalima turi al. Ya'ni muarraf bil al deydi-yu. Demak, ma'rifa qiluvchi. Tushunarli deyaptilar. Xo'p. Va asli hamza fatha bilan o'qiladi demak. Demak, bunda istisno bo'ldi, to'g'rimi? Chunki asl holatda kasra o'qish kerak edi. Alhamdu ar-rajulu, endi bu yoqqa qo'yib qo'ydik hamzasini, o'zi asli qo'yilmaydi-yu. Ar-rajulu.
Vasli hamzaning hazf bo'lishi, vasli hamzaning hazf bo'lishi ikki ko'rinishda bo'lishi mumkin faqat lafzdan. Agar talaffuz vasli hamzadan oldin boshlangan bo'lsa, mana qaranglar. Qara'tul kitab desa, mana bu yerda qofdan boshlab o'qishni boshlaydi-da, shuning uchun al tushib qoldi. Lekin al kitab desa tushmasdi, to'g'rimi? Endi ham lafzan ham xattan tushishi kishining ismi va otasining ismi o'rtasida kelgan ibnun kalimasida, mana ibnun. Uning hamzasi lafzan ham xattan ham hazf bo'ladi. Misol uchun Muhammad ibn Abdullah sallallohu alayhi vasallam. Tushunarli? Mana bu yerda ibn, demak o'rtada kelsa, demak o'zining ismi, otasining ismining o'rtasida. Nima bo'ldi? Ibn degan mana isi tushib qoldi. Ha? Agar ism ibnun kalima bilan boshlangan bo'lsa, sobit qolaman. Mana Ibnul Hajar, Ibn Hajar Asqaloniy bo'ldi, u olim, Alloh rahmat qilsin. Demak, mana masjidda ibn bunda turadi hamzasi, tushunarli? Ko'p ishlatilgani uchun mana bismillah so'zidan ham hazf qilingan, tushunarli? Bismillah so'zidan ham ko'p ishlatilganda bu. Shu sababdan mana bi ismda o'zi bir xilla mashina sobit qilib yozadi, bi ism deb yozadi. Lekin bism bo'lib ketadi. Hop, lavza xattan lavza. Hop, endi Hop, ibdol va elol. Mana kitobimizning eng oxirgi nimasi, katta mavzudan desak bo'ladi. Undan keyin bitta idg'om qoladi. O'zi shu idg'om borku tepaga olsak bo'lar ekan. Mana shu eng oxirgi kitobni eng oxirisini mana shu ibdol va elol bilan tugatsa yaxshi edi. Mana hozir bundan keyin bitta idg'om mavzusi qoladi. Bo'ldi. O'zi mana shu oxirisiga mana shuni qo'yib qo'ysak ham bo'lar ekan o'zi keyingisida. Ya'ni ibdol va elolni eng oxirgi mavzu qilsak, bitta yakdil mavzu bo'lib kitob tugar ekanda. Xo'p, qaranglar. Demak, ibdol lug'atda almashtirish degan ma'noni bildiradi. O'zi sarfda boshidan beri shu ibdol, elol haqida gaplashyapmiz-da. Demak, eng qiziq joyi oxirida bo'lib qolganda. Xo'p, almashtirish degan ma'noni bildiradi. Ibdal, baddal, yubaddilu, ibdal. Abdal, yubdilu bo'ladi, ibdal. Istilohda biror sahih harfning o'z o'rniga boshqa bir harfni keltirishga ibdol deyiladi. Qarang, sahih harf o'zgarsa demak ibdol deyiladi ekan. Ba'zi kitoblarda borki, umumiy o'zgarishga nisbatan ham ibdol deyiladi. Demak, misol uchun istobaro to harfi ta'dan almashgan. Endi i'lol lug'atda kasal qilish degan ma'noni aytadi. Istilohda bir harfni illat yoki hamza, mana qarang, hamzani o'z holatidan boshqa holatga o'zgartirish. Mana i'lolda mana hamza ham kirishib ketdi. Tushunarli? Misol uchun qola bunda vovdan almashgan mana. Demak, harf illat o'zgarsa, buni e'loldirkanmiz, sahih harf o'zgarsa ibdoldirkanmiz. Haligi gap eski ba'zi bir kitoblarda nima nima mana i'lolli ibdol ham deb o'riladi. Tushunarli? Bu o'zi asli om, bunisi xos, ya'ni uni juz'i ham deyiladi, tushunarli? Endi mutaaxir kitoblarda mana haligi gapda faqat sahih harf o'zgarsa demak ibdol, elol nima illat harf o'zgarsa elol deyishga o'rganilgan, tushunarli? Ya'ni hamzani albatta elolga nima ilhoq qildik, unga qo'shib yubordik. Chunki boshida mushabbah bi harfil illa deyilgan edi. Xo'p, endi elolning 3 xil ko'rinishi bor. Qalb, taskin, hazf. Iskan ham deydi, mana taskin demaydi, iskan. Qalb demak o'zgartirish, harf illatni boshqa harfga o'zgartirish dedik. Ikkinchisi taskin, sukunli qilish, harfni harf harakatini sukunga o'zgartirish, ya'ni harakatini tashlab yuborish. Hazf tushirish degani bu harfni tushirib yuborish. Demak, illat harfini 3 xil ish qilar ekanmiz. Yo o'zgartirar ekanmiz, yo sukunli qilamiz, yo tashlaymiz. Shu o'rinda yana bir istilohga ta'rif berib o'tish o'rinli. Ana kungi ustozlarimiz kirdilarmi? Ketib qolibdilar-ku. Bir anaqa bo'lib ketdi-ku. Mana shu evaz degan gap to'g'risida. Hop, evaz lug'atda o'rin bosuvchi degan ma'noni bildiradi. Istilohda bir harfni hazf qilib, o'rniga boshqa harfni hazf qilingan o'ringa xoslamasdan, boshqa joyga olib kelishga nisbatan aytiladi. Misol uchun mana aydatun degan so'zimiz. Asli vi'dun bo'lgan. Endi ba'zi ulamolar vi'datun deyshadi. Ikkita nima bor? Anaqa bor. Qovul bor. Hazf bo'lgan vovdan evaz qilib ta olib kelingan. Mana v ni tushirib yubordik, vovni. Keyin t olib keldik, to'g'rimi? Tamarbuta keyin keldi deyshadi. Hop, demak, bu qovulga ko'ra evaz demak muavvad deyiladi. Evaz muavvad. Evaz tamarbuta bo'ldi. Muavvat bo'lsa, mana bu vov harf. Mana shu vovni o'rniga emasdi, boshqa joyga olib kelsak, bu evaz bo'lar ekan, tushunarli? Ana kuni o'sha dars paytida gaplashganimiz o'sha romin deganda romiyun bo'lgan, keyin yo'ga tushirganimizdan keyin tanvinni undan oldingi harfga o'tkazishi evaz deb nomladilar-da bitta ustozlarimiz. Yo'q, bu to'g'ri bo'lmaydi, chunki
haligi gapda tushib ketgan harfdan o'rin bosar qilib olib kelinishi kerak. Bu yerda tanvin tushib ketgan harfdan kelmayapti. Tanvin unda romin kalimasida o'sha romiyun bo'lganda o'zi aslida bor edi. Keyin olib kelinishi kerak evaz qilib olib kelinishi kerak. Endi qaranglar. Bu ibdol bilan e'lon nimaligini tushunib oldik, kirish qilib oldik. Endi qaranglar, iftialun bobiga tegishli qoidalar. Ana yuqorida rosa tashab ketuvdik, to'g'rimi? Misol bobida, iftialun bobida qo'shimcha bor degan edik. Tashab ketilgan edi. Qo'shimcha qoidalar. Mana shuni bu yerga qo'shib yuborishga qaror qilgan edik. Nimaga? Chunki bu yerda e'lol sodir bo'ladi. Ibdol ham sodir bo'ladi albatta. Hop, iftialun vaznidagi masdar va undan ishtiqoq qilingan fe'llar va ismlarning fa barobarida asli vav yo fa harflar bo'lsa, taga qalb qilinadi va o'zidan keyingi taga idg'om qilinadi. Misol uchun ittadoha, ittasara, ittag'ara. Mana demak, iftialun vaznida fa barobarida vav kelsa mana bu iu tadoha edi, ittadoha bilan taga o'zgardi. Keyin ittadoha bo'lib idg'om qilinadi. Masdarida ham ittidahun, muttadihun, muttadahun bo'ldi. Mana i tasara edi. Yo'q, vaysu dedik-ku, mana 3 ta harf vaysu. 3 tadan bittasi kelsa, i tasara, ittasara, ittasara bo'ldi. Tisarun, muttasirun, muttasarun. Bu masdari, foil, maf'uli. Istag'ara, ittag'ara, ittig'ara, ittag'ara bo'ldi. F t ga o'zgardi, keyin idg'om bo'ldi. Ittig'arun, muttag'irun, muttag'arun. Bu albatta lafzda nima yengillik paydo qilish uchun. Iftialun vazni. Endi yana bitta qoida. Fosi dal, zal, za harflardan birisi bo'lsa, fo, yana fo haqida gap ketyapti. Tepada ham fo bo'lsa edi. To'g'rimi? Mana fosi. Fo edi. Endi bu yerda fosi yana dal, zal, za bo'lsa, ta'si. Lekin o'zgaradigan harf fo harfini emasdi, undan keyingi ziyoda qilingan ta. Dalga o'zgaradi. Misol ida da'a edi, ida ta'a edi, ida da'a bo'ldi, keyin idda'a bo'ldi. Iddi'aun, qarang, iddi'aun mashtachi idda'aun bo'lib qolibdi. Qarang, iddi'aun qatta edi xato. Qattadir hozir imlo xatosi bor edi. Mayli chiqib qoladi. Iddi'aun mudda'an bu to'g'ri. Izdakara edi. Takara edi. Izdakara bo'ldi. Izdikarun muzdakir muzdakar. Iztajara izdajaroga o'zgardi. Izdijarun muzdajir muzdajar bo'ldi. Endi qarang, iftialning fosi sob, dod, to, zo harflardan biri bo'lsa, ta'si toga o'zgaradi mana. Demak, misol istabara edi, istobara bo'ldi. Iltaroba edi, iltoroba bo'ldi. Idtoroba. Qaranglar, bu yerda idg'om bo'lmayapti. Idtoroba. Ya'ni dodni ham aytish kerak-da bu yerda. Idtoroba. Ittoroba emasda, chunki unaqa qovlan bor. Ittoroba bo'lib toga o'zgaradi degan qovlan bor. Ito taroda edi, ittoroda bo'ldi. Nimaga bu yerda idg'om qildik? Chunki ikkita to bo'lib qoladi. Birinchisi sukunli, ikkinchisi harakatli idg'om qilaverlar. Chunki ikkita bir xil harf-da, mislang. Il talama edi, il tolama bo'ldi. Bular masdarlari ham xuddi shunaqa, ism foil, ism maf'ullari ham xuddi shunaqa. Bularga keltirib o'tirmadik. Qayerda edi? Izdijar qayerdadir imlo xatosini qilgan edim. Qani? Mana ittig'orun, mana bu yerda. Ittig'or, mana kasrali bo'lish kerak edi. Ittig'orun, ittag'orun bo'lib qolgan-ku. Ittisarun, mana bu yerda ham imlo qoida. Ittabahun, mana imlo qoida ko'ryapsizlarmi? Ti kasrali bo'lish kerak edi, mana topdim. Ashlarni aytib o'tib ketdik. Hamanda to'g'ri, izdijarlarda to'g'ri. To'g'rimi? Inson shunaqa ekanda, xato qilaverar ekan. Mayli, keyingisida to'g'rilaymiz, xudo xohlasa. Qalb e'loli endi mana. Endi tepada qarang, ibdol haqida gaplashuvdik. Keyin mana iftialun vazniga tegishli ibdol qoidalari edi. Ibdol ham, e'lol ham har xil. Endi mana bu yerda endi chisti toza sofi deb qo'yadi. Qalb qoidalari haqida gaplashamiz. Endi qaranglar, alifning yoga qalb bo'lishi mana. Alif kasradan so'ng kelganda mana qachon sodir bo'ladi? Mana alif kasradan so'ng kelsa, masobihu. Bu kalima misbahning jami bo'lib, mana qaranglar, misbah alifi bor. Mafa'ilu bo'lib, mafa'ilu vaznida kasradan so'ng kelgani uchun alif yoga qalb bo'lgan. Qaranglar. Birligi misbahun edi, mif'alun ismi holat. Ismi holat o'zi ikki xil ko'rinish bor edi, mif'alun, mif'alun. Mif'alun vaznida edi, misbahun.
Jamda mafailun vazniga solamiz. Masobihun bu asli mana alif mufradida bor bo'lgan alif. Mana bu alif va soddan keyin kelgan fo barobardan keyingi alif. Bu jam uchun olib kelingan alif. Yangi bu. Bu ham to'g'ri keyin olib kelingan-ku, asli alif emas albatta, lekin mufradida bor edi. Jamida mana bunisi olib keldi. Endi bunisi vazn uchun mafailun vaznida oxiridan oldingi ayn barobar kasrali bo'ladi, to'g'rimi? Kasrali bo'ladi. Kasrali bo'ldi va alifimiz shu kasra sababidan yo'ga o'zgardi. Tushunarli? Mafailu. Bu haqida bitta nima video darslarni kun tashladik-ku, video maqola ham qilganman. Oddiy maqola ham yozdim shekilli. Tushunarli? Bu yo qayerdan kelib qolyapti desa, mufradida bor edi bu, shuning uchun. Bir xilla mif'al vaznini jamini mafail qilib qo'yadi. Bu noto'g'ri. Tushunarli? Tushunarli? Mana mif'alda bor. Mif'alda agar alif yo'q bo'lsa, jamida ham bo'lmaydi. Mafail bo'ladi. Agarda mif'al bo'lsa, jamida ham mafail bo'ladi. Tushunarli? Mana shunga e'tibor qilishimiz kerak. Zo'r salomat bo'ling. Endi alif kalimada 3-harf bo'lib turgan bo'lsa va asli yo bo'lgan bo'lsa, harakatli zamirlar bilan nima bo'ladi? Yoga qalb bo'ladi. Mana sa'a fe'li edi. Sa'a alif deyapti. Har kalimada 3-bo'lib tursa, yoga qachon qalb bo'ladi? Harakatli zamirlar bilan. Sa'aytu, sa'ayna, sa'ayna. Demak, 3-bo'lib bo'lsa, yoga qalb bo'ldi. Endi alif kalimada 4-chi bu yoki undan keyin o'rinda turgan bo'lsa, oldi fathali bo'lsa, zamirlar bilan nima bo'lar ekan? Yoga qalb bo'ladi. Bunda asli qanday harf bo'lgani muhim emas. Mana 4-chida tursa, asliga qaralmaydi. Bo'ldi. 4-chimi yoga ketdi. Mana yasa, mana mozisida sa'aytu bo'lib, bunda ham sa'ayku, men a'toni aytmoqchiman. Bunda ham yo'liku, bunda ham yo'li. Sa'ayani yas'ayni bo'ldi. Yardo mana. Bu qaranglar, bu asli yardo ya'ni. Buni asli to'g'risida bor-ku. Tibada noqis bobida bor-ku, yardoyu bo'lgan asli deganmiz. Buni ham ulamolarning ikki xil fikri bor-da. Yardovu bu deb eng birinchi aslini inobatga oladiganlar bor. Bu chunki ridvanun so'zidan chiqqan-ku, vovli. Vovli. Buni aslini inobatga olib vovli deydiganlar ham bor. Yo, o'zi bu mozisidan keyin bitta yo'q o'zgargan edi. Bu ikkinchi asli yo'li deydiganlar ham bor. Xullas kalom asliga qaytarilyapti yokida yo'ga qalb bo'lyapti. Bunaqa desa ham, bunaqa desa ham bo'laveradi. Lekin a'to fe'lida bu a'tovundan chiqqan. Demak, bu aniq bu vovli. A'to va bo'lganda. Demak, hop, a'to mozi fe'l, to'g'rimi? A'toya bo'ldi, a'toytu, a'toyna. Tushunarli? Bu mana yo'ga qalb bo'ldi. Hop, endi mana endi ismlarga misol. U alif, endi ismlarda ham ikkilik aliflari qo'shilganda yo'ga qalb bo'ladi mana. Ikkilik aliflar qo'shildi mana. Mu'to, mu'toyani, mu'toyatun, mushfa, mushfayani, mushfayatun. Mana bu ham nima? Bu alif 4-chida turuvdi. Mana zamirlar bilan nima bo'ldi? Alifga yo'ga qalb bo'ldi mana. Bu mana alifni yo'ga qalb bo'lishini o'rgandik. Endi alifni vovga qalb bo'lishi qachon bo'ladi? Mana qarang, yuqorida tarqo keluvdi. Endi bitta qilib qalb jihatdan o'rgatyapmiz. Bu ham mana mavzuni yaxshiroq eslab, jamlab tushunib olishga yordam beradi, to'g'rimi? Talabani sarf fanini bunday yakdil qilib jamlab olishiga yordam beradi. Alifni vovga qalb bo'lishi alifdan oldin zamma kelganda. Misol uchun duriba. Qaranglar, bu kalima fa'ala fe'lining majhuli. Mana fa'ala edi. Fa'ala fe'lining majhuli. Fa barobar zammaga o'zgartirilgandan so'ng alif vovga qalb bo'lgan. Mana qarang, doroba, du alif riba, keyin du riba. Qaranglar, bu yerda e'tibor beringlar-da. Chuqurroq kirishyapmiz. Chuqurroq. Qaranglar. Mozi fe'lini, ma'lumini majhul qilishimiz uchun nima deyilgani edi? Oxirgidan oldinga kasra qilinadi va undan barcha harakatli harflar zammali qilinadi deyilgan, to'g'rimi? Bu yerda ziyoda qilingan alif, bu yerda haqida hech nima deyilmagan, to'g'rimi? Qoidada. Demak, mana u demak qoida bo'yicha mana duriba bo'lsa muammo yo'q. Doroba bo'lgan vaqtda duriba bo'ldimi? Bu zammamiz biza o'zimiz olib keldik. Kasrani o'zimiz olib keldik. Bu alif qolib ketdi. Demak, alif o'zi asli nimaga? Bu alif mana vov qayerdan kelyapti desa, bu alif bo'lgan. Oldi zamma bo'lgani uchun bu vovga qalb bo'ldi. Tushunarli? Va asli fa'ala vaznida bu alif bo'lgan. Tushunarli? Mana chuqurroq qarasak shunday narsa ko'rinadi. Xo'p.
Endi alif kalimada uchinchi harf bo'lib turgan bo'lsa va asli vov bo'lgan bo'lsa, harakatli zamirlar bilan nima bo'ladi? Alif vovga hal bo'ladi. Mana da'avtu. Bunda asl mana uchinchi bo'lib turgani uchun yana asliga qaytardik. Sa'ada ham sa'autu, sa'aytu bo'ldi, to'g'ri? Mana sa'a fe'lida. Mana sa'aytu bo'lgan edi, to'g'ri? Asliga qaytarildi. Uchinchi bo'lib turgani uchun alif asliga qaytarildi. Bo'ldi. Bu yerda demak alif va vovga ikki xil holatda demak qalb bo'lar ekan. Buni o'rgandik. Xo'p. O'zi borku, mana shunda yana bitta qo'shimcha qilishimiz kerak. Ko'p o'zi shartli bo'ladi o'zi alif mana nima? Mana bu yerda alif yoga qalb bo'lishida yana bir qancha o'zi shartlar bor. Endi biz mubtadiy bolaga unaqa barcha shartlarini tashlab tashlamadikda, u eslab qola olmaydi, qiynalib ketadi. Bundan tashqari o'zi yana shartlari bor-da. Qachon bunga misol uchun alifni vovga qalb bo'lishi uchun bunaqa shartlar topilsa keyin qalb bo'ladi deydi. Endi unaqa endi mubtadiyga kerak emas. Muannaslik alifi ziyoda alifdan so'ng kelgan bo'lganda nima ekan? Alif hamzaga qalb bo'ladi. Hamrou bu kalimaning asli hamro edi. Ya'ni bu ham o'zi asli ziyoda alif, to'g'ri? Alif maqsurasi bilan edi. Alif ziyoda qilingandan so'ng ijtimoiy sokina paydo bo'ldi. Bundan qutulish uchun ikkinchi alifni hamzaga qalb qildik mana. Hop, Sahro edi, keyin Sahro bo'lib ikkita alif bo'ldi, keyin Sahro u bo'ldi. Bu nima? Anaqamiz hamzaga qalb bo'ldi. Ham alif hamzaga qalb bo'ldi mana. Buni yuqorida ham o'tgan edi. Muannaslik alomati mavzusida. Ayn barobarida endi e'lol yuz bergan fe'lning ismi foilda. Mana hamzaga qalb bo'lish haqida qoilun edi. Bu kalima asli qola fe'lining ismi foili. Ayn barobarida vov alifga qalb bo'lgan. Fa'ilun vazniga solganda ismi foillikning ziyoda alifi va asli alif jam bo'lib qoldi. So'ng ikkinchi alif hamzaga qalb bo'ladi. Mana buni ham o'zi yuqorida o'tgan. Demak, qovil edi. Qolun bo'ldi. To'g'rimi? Bu fe'lga tobe o'laroq buni ham alifga qalb qilamiz deganmiz, to'g'rimi? Vovni. Qolun bo'ldi, keyin qoilun bo'ldi. Fe'liga tobe o'laroq. Xo'p, endi alifimiz tugadi. Qarang, alif yoga qalb bo'lishi, vovga qalb bo'lishi, hamzaga qalb bo'lishini o'tdik. Endi vovga kelamiz. Vovni yoga qalb bo'lishi. Vov oldi kasrali bo'lsa, o'zidan oldin idg'om qilinmagan bo'lsa, o'zi idg'om qilinmagan, oldi kasrali bo'lsa nima ekan? Yoga qalb bo'ladi. Misol, mi'adun asli mi'adun, rodiya. Mana qaranglar, bu yerda sukunli bo'lishi ham shart emas. Rodiyada asli rodiva bo'lgan, mana o'zi harakatlimi, sukunlimi qalb bo'laveradi. Ufiya ufiva bo'lgan, g'oziya g'oziva bo'lgan. Ha? G'oziva, adda'i vu bo'lgan. Ha? Demak, yoga qalb qilganmiz. Zammasini ham tashlab yuborilgan. G'oziyani, g'ozivani bo'lgan. Siyam, sivam bo'lgan. Diyar, divar bo'lgan. Siyat, sivat bo'lgan. Mana. Shunday oldi kasra, vov kasra bo'ldi, qalb bo'lib ketdi. Nimaga? Yoga. Endi vov va yo bir kalimada yonma-yon kelsa va birinchisi sukunli bo'lganda o'zgaradi. Ya'ni yoga o'zgaradi. Bunda vov birinchimi yoki yo farqi yo'q. So'ng yoga idg'om qilinadi. Misol uchun toyyun sayyid. Hop, sayyid asli sayyid bo'lgan mana. Yo sukunli dedi, yo bilan vov bilan yo birga kelgan va birinchisi sukunli. To'g'rimi? Bu yerda yo birinchi kelgani uchun yo sukunli. Demak, nima qilamiz? Vovni yoga qalb qilamiz. Vov nima yoga o'zgaradi? Dedi, sayyid, keyin sayyid qilib idg'om qildik. Qaranglar, toyyun asli tovyun edi. Vav yoga qalb qilindi va ikki yo bir-biriga idg'om qilindi. Mana qarang. Tovyun, toyyun. Mana bunda vav birinchi keldi. Tepasligida qani yo birinchi kelgan edi. Farqi yo'q, qaysi biri birinchi kelsa ham. Tovyun, toyyun bo'ldi, keyin toyyun bo'ldi. Shunday qaranglar. Bu yuqorida ham o'tgan edi, eslasanglar. Mana eslatib, mana olib kelindi. Xuddi shunday lom barobarida yo bo'lgan maf'ulun vaznidagi vav ham yoga qalb bo'ladi va idg'om qilinadi. So'ng yo o'zgarib ketmasligi uchun oldi kasrali bo'ladi. Misol, mardiyun. Asli marduyun edi. Marduyun vav sukunli, mana yo bilan keldi barobar. Vav demak yoga idg'om qilindi. Marduyun, marduyun bu qoldi. Keyin yoni nima qilindi? O'zgarib ketmasligi uchun oldiga kasra berdik. Bu yuqorida chiqqan edi. Ko'rdinglarmi, yuqorida chiqqanda unda qisqaroq tushuntirilgan. Endi bu yerda unda qoida bilan qoidasi chuqurroq o'rgatildi. Kerak deb o'ylaysizlarmi? Yo'q, kerak emasmi?
Hop, bizda kerak salomat bo'ling. Hop, bitta odam qo'shildi. Yop, bo'ldi. Hop, endi qaranglar. Keyingisi. Fu'la ha albatta kerak ustod. Darajama-daraja tuzilgan ekan deng. Ha, ya'ni kitobni o'zini aytyapsizmi? Boshi bilan yuqorilab chiqqan demoqchimiz? Ha. Hmm, to'g'ri. Hozir dars tugatib olaylik, savolim bor sizlarga. Hop. Eee, inshaalloh shunaqa. Hop, endi qaranglar, yana bitta qo'shimcha ma'lumot. Fu'la vaznidagi ismlarning lom barobaridagi vovlar yo'ga qalb qilinadi mana. O dunya, dunva edi, dunya bo'ldi. Bu narsa yuqorida o'tdi. Qachon o'tdi? Kim topadi? Hmm. Kim topadi? Yuqorida mana shu dunva so'zi dunya, ya'ni fu'la vaznidagi lom barobaridagi vov yo'ga qalb bo'lishi. Ya'ni ism bo'lsa, vasf emasdi, ism bo'lsa. Kim topadi? O'zim aytaman shekilli. Hop, bu ismi tafzil mavzusida o'tgan. Ismi tafzilni quya bo'lishi borku, quya. Aqwa ya'ni aqvawna, quya ya'ni quyayatun bo'lganda o'sha yerda o'tgan edi. Ya'ni vav yoga qalb bo'lgan. Quyada. Quyya bo'lib idg'om qilinmagan edi. Nimaga? Fu'la vaznidagi ism bo'lgani uchun. Vasf bo'lsa boshqacha ish sodir bo'ladi. Xo'p. Endi mana hozir biz u fu'la vaznidagi vasf haqida mavzu bo'lmagani uchun uni kiritmadik-da. Hozir endi sharhida shunchaki aytib ketyapman. Tushunarli? Bu o'zimizga kerak lekin fu'la vaznidagi ism. Chunki ismi tafzilda sarflaymiz-da. Vovning alif endi vovni alifga qalb bo'lish. Hop, biz tepada vovni yoga qalb bo'lishini o'tdik. Endi alifga qalb bo'lish. Vov harakatli, oldi fathali bo'lganda. Qola, asli qovala bo'lgan. Mana. Demak, vov alifga qachon qalb bo'ldi? O'zi harakatli, oldi fathali bo'lsa. Vovning hamzaga qalb bo'lish. Vov kalimaning oxiriga bo'lib, ziyoda alifdan so'ng kelsa mana. Kisavun edi, kisaun bo'ldi. O'zi asli mana bu kalima shu kungacha kitobimizda o'tmagan edi, lekin vovni qalbi haqida gapirayotganimiz uchun qo'shib qo'ya qoldik, tushunarli? Yoni vovga qalb bo'lish endi. Vov ham tugadi. Vov ham tugadi. Yo sukunli va idg'om qilinmagan bo'lib, oldi zammali bo'lganda. Mana muysir, musir asli musir edi, asli muysir edi. Demak, yo vovga qalb bo'ldi. O'zi sukunli, oldi zammali va idg'om qilinmagan. Yuqorida mana qaranglar-da. Mana bu yerda mana maro duyyun bo'lib idg'om qilingan vaqtda qaytanga oldiga kasra berdik-da. Mana xuddiki jarlikka ikki kishi qulab ketyapti. Mana bu zamma bularni qutqarib qolmoqchi edi, o'zi ham birga tushib ketdi. Qaytanga bularni o'zgartira olmasdan o'zi ham nima qildi? Kasraga o'zgarib ketdi, tushunarli? Bularni ikkita harfni o'zgartirishga zammani kuchi yetmadi. Bitta harf bo'lganda boshqa gap edi. Bular ikkita bo'lib ketishdi. Ikkita ketma-ket yo keldi. Shuning uchun manavi zammadan bular quvvatli bo'lib ketdi, tushunarli? Ikkita illat bir bo'lib zammani yutishdi. To'g'rimi? Hasan li g'oyrihi deydi. Shunaqa. Sahih li g'oyrihi bo'ldi-da. Subhanalloh. Sahih li g'oyrihi. Hop, yoni alifga qalb bo'lishi. Yo harakatli, oldi fathali bo'lganda. Misol uchun ba'a, asli ba'a edi. Mana. Demak, tepada ham vov o'zi harakatli, oldi fathali bo'lsa alifga qalb bo'luvdi. Yo harakatli, oldi fathali bo'lsa mana alifga qalb bo'ldi. Endi yoni hamzaga qalb bo'lishi, yo kalimaning oxiriga bu harf bo'lib, ziyoda alifdan so'ng kelsa mana. Ridayun, ridaun. Qaranglar, mana kisavun ham kisaun bo'lib ketgan edi. Ridayun, ridaun bo'lib ketdi, qaranglar. Hazf e'loli. Hazf e'loli. Sarf ilmida tugadi. Bitta anaqani yana abnay aytib olinglar. Tugadi. Keyingisiga o'tamiz. Qaranglar, savolda mana kirib chiqib yuribsizlar. Internet yaxshi ishlamayaptimi? Nimaga bunaqa bo'lyapti? Kirib chiqib yurganlar internet yaxshi ishlamagandan ovozlar yaxshi yetib bormayaptimi? Otvoryapti. Otvoryapti. Nega otvoryapti? Bizdan emas, to'g'rimi? Qolganlar otmayapti-yu. To'g'rimi? Yomg'irdan bo'lsa kerak. Subhanalloh. Menda yaxshi ishlayapti. Yomg'ir. Yomg'ir. O'zi xayr barakali bo'lsin. Yaxshi kelyapti ovozingiz.
Mayli, endi Alloh manfaatli yomg'irlardan qilsin. Xo'p, endi qaranglar, hazf e'loliga keldik. Hazf. Ha, mayli. Endi shunaqada texnika bo'lsin, texnik nosozlik deydi. Xo'p, sarf ilmida endi hazf qilish ikki turga bo'linadi. Qiyosiy, g'oyri qiyosiy. Qiyosiy deganimiz nima? Qoidaga asoslangan hazf turi. O'zi bu mana qiyosiy degan so'zda ham katta ma'no bor-da. Usulun nahv degan fanda mana shuni o'rgatadi. Usulun nahv fani bor. Shunda qiyos, g'oyri qiyos. Ya'niki arab tili qoidalarini ulamolar shuna qiyoslab, qoidalar yasab chiqishganda, bir-biriga qiyoslab nima qilishgan. Qoidalar shakliga keltirib chiqishgan. Lekin ba'zilari mana qiyos qoidaga tushmay qolganda, o'shalar g'oyir qiyosiy deyiladi. Hop, demak, qiyos haqida ko'proq gapiraymi? Nima deysizlar? Qiyos, qiyos. Qiyos haqida to'xtalaymi, yoki-da tez-tez tugatamizmi? Vaqt kechgan bo'lib ketadi-da. Nima deysizlar? Qiyos haqida ma'lumot kerakmi, kerak emas? Eshitamiz. Xo'p, qaranglar, qiyos degani nima degani? Shunda biroz to'xtalaylik, ustoz, agar vaqtingiz bo'lsa. Menda vaqt bor, sizlarda bo'lsa bo'ldi. Qaranglar, qiyos degani bir narsani boshqa narsaga moslash, o'lchash degani, to'g'rimi? Qiyosiy qoidalar, mana arab tilidagi qiyosiy qoidalar qayerdan kelib chiqadi? Э, Ulamolar nima qiladi? Arab tilida arab tilida mm, misol uchun mana hijriy birinchi kechasi mana ana kun Dilshod aka so'radilar-ku, arab tilini ya'ni nima bosqichi haqida gapiring deb. Johiliyat paytida, o'sha islom kelishidan oldin arablarni o'zi yashab yurishuvdi. Hammaliksa tuyasini boqib, qo'yini boqib yuruvdi. Hop, endi islom keldi. Hamma ajamlar islomga kirishib, nima arab tilida gaplashishni boshlashdi. Endi ularga nima kerak? Tilni o'rgatish kerak. Xo'p, qiyos etdik haligi bir narsani ikkinchi narsaga o'xshatish. Misol uchun mana bu kitob, ha, to'rtburchak. Demak, telefon ham to'rtburchak. Demak, bu ikkalovi to'rtburchak ekanini bir-biriga qiyoslash. Xo'p, to'rtburchak deyildi. Xo'p, endi arablar, demak, ulamolar ko'rib chiqishdi, arablarda shu kungacha baytlar, she'rlar kelayotgan edi. Savol, har bitta fe'l, misol uchun, mana yuqorida aytdik. Misol uchun mana vov, mana yo harakatli, mana bu yerda mana yo harakatli, oldi fathali bo'lsa alifga qalb bo'ladi. Savol. She'rlarda arablar har bitta yo harakatli oldi fathali bo'lganini, har bittasini she'rlarda birma-bir zikr qilib chiqishganmi hamma fe'lni? Yo'q. Yo'q. Ulamolar qaragan, ba'a fe'li, yo harakatli oldi fathali bo'lyapti, ketyapti. Bay'un baya'a edi, ba'aga o'zgardi. Yukida qovulun qovala, vov bilan, vov ham harakatli oldi fathali qalb bo'lyapti. Shunga o'xshagan boshqa xofa, tola, mana shunaqa fe'llarni ko'rishdi. Butun boshli arab tilida bor bo'lgan ayn barobarida vov va yo bo'lgan fe'llarni hammasini ko'rib chiqishmadi. Ba'zilarini ko'rishdi-da, keyin nima qilishdi? Qiyosiy qoida, ya'ni qiyos qilishdi. Ana o'shaga mana ba'aga, qolaga, mana bitta she'rda ba'a ishlatilgan, bitta anaqada tola ishlatilgan, lekin hammasi ishlatilmagan. O'shanga qoida qiyos qilib turib, mana shu bor bo'lgan so'zlarga qiyos qilib qoida yaratishganda qiyosiy qoidaga kelib chiqqan. Qiyosiy degan so'z mana shunaqa qiyoslab hamma bitta fe'l nimada kelib ishlab chiqarilmagan. Misol uchun mana hozir mana qiyosiy hazf deyapmiz, to'g'rimi? Qiyosiy hazf, mana kalimaning fa barobari hazf bo'lishi, mana va'ada ya'idu bo'lsa idatun bo'lib ketishi, to'g'rimi? Ya'idu va bu yerda fa barobar tushib ketadi, to'g'rimi? Har bitta fe'li ya'iduga o'xshagan, vov fa barobarda vov kelgan, ayn barobar kasrali yo o'rtasida kelgan har bitta kalimani ko'rib chiqishganmi? Yo'q. Aksarini bitta ikkitasini ko'rishgan, qarasa tushishyapti, bitta qoida yaratishgan. Qiyosiy qoida shundan kelib chiqadi, tushunarli? G'oyri qiyosiy nima desa, qoidaga tushish, ya'ni bitta qoida yasab olishdi, to'g'rimi? O'sha aydatunda tushadi. Ayollarda ba'zi so'zlarda qarashsa o'sha yasashgan qoidalisiga tushmayapti. O'zidan o'zi hech qanaqa nima tushib ketyapti ba'zi bir so'zlardan. Ularga qoida yasasha olmayapti ulamolar. Keyin nima qildi? Ular g'oyir qiyosiy hazf deyishdi. G'oyir qiyosiy, ya'ni samoiy deb qo'yamiz-ku, samoiy. Ya'ni ular shuni arablar shunaqa ishlatgan, qoidaga solib bo'lmagan.
Tushunarli? Chunki til bosqichma-bosqich ommatan insonlar gaplashishi sababidan nima paydo bo'ladigan narsa-da. Bu o'rtasida ham ulamalar xilofi bor. Birinchi qoidalar yaratiladi yokida birinchi til gaplashilinadimi desa, birinchi til gaplashilinadi-da. Og'izda til ishlatilni, gaplashish ruli bo'lgan. Demak, aksar arablar shunaqa, misol uchun vov yo harakatli oldi fathali bo'lsa, mana ba'a qilib ishlatavergan. Ba'zilarini mana haligi gap qoidaga tushirib bo'lmaydi, chunki ommatan insonlar gapirganda ani 50 og'ziga elak tutib bo'ladimi deydi-yu, xuddi shunaqa hammani siz qoidali gapiradigan qila olmaysiz. Ba'zi bir narsalar nima qiladi, qoidaga solmasdan tars-tars gapirib yuboradi. Majbur keyin u tilda keyin o'rganilishi kerak. Keyin qoida yasash kerak. Qoida yasolmadingiz, keyin majbur oddiy shunaqa qoidasiz qilib o'rganib qo'yaverasiz. Tushunarli? Haligi hamza borasida ham shu. Keyin ixtiro qilingan harf bo'lgani uchun haligi gap yozish qiyinchilik tug'diradi. Unda bunaqa yozamiz, bunda bunaqa yozamiz. Shunaqa. Mayli, hozir qiyos haqida oz-moz gapirgan bo'ldik. Demak, o'zi usulun nahv degan alohida fan bor-da. Demak, hazf sahih harflarda ham, illat harflarida ham yuz beradi. Bu mavzuda faqatgina illat harflarini hazf bo'lish haqida to'xtalamiz. Illat harflar. Chunki sukunli nima sahih harflar ham hazf bo'lishi bor-da. Endi mubtadiga kerak emas bu narsa. Endi illatli harflar kalimada hazf bo'lishi qo'shimcha yetgan illat sababidan yoki yengillashtirish sababidan bo'lishi mumkin. Illatli harflarning kalimaning boshida ham, o'rtasida ham, oxirida ham tushishi mumkin mana. Demak, illat harf boshida ham, o'rtasida ham, oxirida ham tushaverar ekan. Demak, qiyosiy hazflarni gaplashamiz. Kalimaning fo barobar hazf bo'lishi. Yo va kasra o'rtasida kelgan vov hazf bo'ladi mana. Bu holat muzorining g'oyib siyg'alari topiladi va ularga tobe o'laroq yo qatnashmagan bo'lsa ham muzorining boshqa siyg'alaridan amr va mastardan ham hazf bo'ladi. Mana bu ham qiyos-da mana. Muzoriga qiyos qilib turib, amrni ham shunday tushirib yorib, qiyos qilib yuborildi. Bundoq moslab yuborildi buni ham. Mana ya'idu aid aidatan, ya'ni yau'idu bo'lgan, to'g'rimi? Vav tushib ketdi fo barobarida bo'lgani uchun. Demak, al-vav ma'a aduwatayha deydi. Ya'ni ikkita dushmani, yo dushmani, keyin uni yoni bir juzida kasra ham. Bu ham dushman. Ikkita dushmanning orasida turib qoluvdi, tashlab yubordik. Endi amrda o'zi asli bu bitta dushmani yo'qolgan bo'lsa ham baribir unga tobe o'laroq tashlab yubordik, masdardan ham tashlab yubordik. Endi xuddi shunday af'al vazning muzori, ismi fa'il, ismi maf'ul nima maf'ullardan ziyoda hamzasi hazf qilinadi. Mana yukrimu, yuakrimu bo'lgan, to'g'rimi? Endi qarang, e'tibor beringlar, biz kalimani fo'nisini hazf bo'lish haqida gaplashyapmiz-da. Lekin mana bu fosi borasida mana nuqta bilan boshlaganmiz. Lekin mana bu af'aladagi hamzani hazf bo'lishi bu kalimani fosi emas-da, to'g'rimi? Fos emas-ku bu. Lekin baribir endi fo emas, lekin ziyoda harf. Fo ham emas, ayn ham emas, lom ham emas. Shu sababdan fodan keyin keltirib qo'ya qoldik. Chunki baribir har holda foga yaqin-ku. Tushunarli? Endi kalimaning ayn barobar hazf bo'lishi. Shunga nuqtasiz keltirdik. Kalimaning ayn barobar hazf bo'lishi. Ajvaf mana mozi fe'llarida harakatli zamirlar qo'shilganida ijtimoiy sokinlik sababida. Qol, mana qultu asli qoltu edi. Qolaga t qo'shdik. Qoltu bo'ldi. Ijtimoiy sokinlik sababidan demak hazf bo'ldi. Ajvaf muzori fe'llariga muannaslik nuni qo'shilganda ijtimoiy sokinlik sababidan mana bu mozi fe'li edi. Muzorida ham hazf bo'lyapti. Ayn barobari yaqulna, asli yaqulna edi, to'g'rimi? Xo'p, endi bundan oldin yaqvulu bo'lgani haqida gap o'tmadi. Mana bu ham qoltuda ham undan oldin qovala bo'lgani haqida gap o'tmadi. Bu yerda shunchaki hazfni o'zini, hazfdan oldingi holatini gapiryapmiz, to'g'rimi? Yaqulna bo'lgan, keyin qola. Nima? Yaqulna qoladi. Ajvab muzori fe'llarga jazm harflari kiritilgan ijtimoiy sokinlik sababidan lam yaqul. Mana endi bunda majzum holat. Yaqul lam yaqul edi, keyin lam yaqul qoldi. Ajvaf amr fe'llarida ikki sukun sabab sukun jam sabab nima? Ikki sukun jam bo'lgani sababidan qul asli qul edi, to'g'rimi? Endi maf'ulun vaznidagi ajvaf ismi va maf'ulning ziyoda qilingan vav harakati ijtimoiy sokinlik sababidan. Maqulun asli maqvulun edi. Bunda ham e'lol qoidasi bo'lgan, buni aytib o'tirilmadi. Undan oldingi shunchaki hazfdan oldingi holati ko'rsatildi xolos. Demak, mana ayn barobarini hazf bo'lishini gaplashdik. Mana ism bo'lsin, fe'l bo'lsin. Ana kalimaning lom barobar hazf bo'lishi, lom barobari illatli mozi fe'llariga muannaslik ta'si yoki vov zamiri qo'shilganda ijtimoiy sokinlik sababidan hazf bo'ladi. Mana boshida mana bitta mana ijtimoiy sokinlikdan tashqari hazf bo'lgani bir bo'ldi.
va 2 bo'ldi. Mana mana bu yerda kalimani fa barobarida ijtimoiy sokinlik sababidan hazf bo'lmadi, lekin ayn barobarida hammasi ijtimoiy sokinlik sababidan hazf bo'ldi. Bunda ham mana ijtimoiy sokinlik hazf sababidan hazf bo'lyapti. Hozir o'zgarishi mumkin. Lom barobari muannaslik ta'sir sababidan dedik. Mana romat asli romat bo'lgan, rodu rodiyu bo'lgan. Yoni zammasini demak oldiga olib berganimizdan keyin yoy hazf bo'ladi. Lom barobari illatli muzori fe'llarga jazm harflari kiritilgandan so'ng mana unda jazm harfi sababidan nima hazf bo'lyapti? Ijtimoiy sokinlik emas. Bu yerda ya'ni majzumligining alomati nima? Harf illatini hazf bo'lishi, to'g'rimi? Niyabatan anil damma deydi. Ya'ni zamma o'zi asli hazf bo'lishi kerak edi. Zammamiz o'zi ketib bo'lgan edilar. Endi orqalaridan ularga o'rinlarini ham hazf qildik. Tushunarli? Endi lom barobari illatli amr fe'llarida majzum muzori fe'liga o'xshatilganligi sababidan mana irmi. Endi bu ya'ni qaranglar, e'tibor beringlar. Majzum muzori fe'liga o'xshatilganda bu amr fe'li. Amr fe'li o'zi mabniy, o'zi sukun. Lekin nimaga sukun? Sukun asli holatda sukun. Lekin o'zi umumiy holatda nima deyiladi? Mabniyun ala ma yujzam bihi mudori'uhu deydi. Mudorisi nimaga jazm qilinsa, o'sha holatga mabni. Mana jazm holatda yo'yi tushirdik, bu ham o'shanga mabni, bunda ham tushirib yubordik. Lom barobar illatli muzori fe'liga vov zamiri yoki muxotaba yosi zamiri qo'shilganda ijtimoiy sokinlik sababidan mana bu yerda ham ijtimoiy sokinlik. Yag'zuna, yag'zavuna bo'lgan, to'g'rimi? Tarmina, tarmiyina. Buni ham juda ko'p marta gaplashdik, endi tushuntirib o'tirmay qo'ya qolay. Demak, xuddi shunday fe'llarga ta'kid nunlari qo'shilganda zamirlar bilan ham hazf bo'ladi. Mana yag'zunna asli yag'za yag'zunanna bo'lgan, tarminna tarmini tarmina bo'lgan, ughzunna ughzunna bo'lgan, ughzinna ughziyinna bo'lgan. Mana bular demak lom barobar hazf bo'ldi. Buni yana yuqorida juda ko'p marta ko'p va xo'p gaplashdik, shuning uchun to'xtalib o'tirmaymiz bittalab. Manqus ismi faolning lom barobar harakati tushirilgandan so'ng ijtimoiy sokinlik sababidan hazf qilinadi. Da'in asli da'iyun bo'lgan, bunda ham lom barobar hazf bo'ldi. Demak, hozir tepada mana bu yerdachi, mana shuni aytib o'tmoqchi edim. Esdan chiqibdi. Maf'ulun vaznidagi ajvab ismi maf'ulning ziyoda qilingan vov harakati deganmiz-ku. Bu harakat emas, vov o'zi tushadi-yu. Vov tushadi, ya'ni ayn barobar tushadi. Shu yerda harakati deb qo'yganmiz, harakati tushadi. Noto'g'ri. Buni xudo xolisa keyingi anaqada olib tashlaymiz. Nimada? Nashrda. G'oyir qiyosiy hazflar quyidagi kabi kalimalarda hech qanday qoidalarsiz harflar hazf qilinadi. Mana yuqorida aytdik-ku, bularni endi qoidaga solib bo'lmaydi. Mana yadun asli yadyun bo'lgan, damun damyun bo'lgan, ismun simun bo'lgan. Tushirib yuborib keyin hamza ham keltirilganda abun abavun bo'lgan, ibnun banavun bo'lgan, axun axovun bo'lgan, mi'atun mi'yatun bo'lgan. Shu mahalla mana shu mavzuni o'rganish jarayonida Alloma Ibn Jinniy degan ulamo borlar-da, o'sha arab tili bo'yicha juda katta olim bo'lganlar. 3-asrlarda yashaganlar. Tasriful Muluki degan kitoblari bor-da, zo'r. Mana shunda g'oyir qiyosiy hazflar, boshqa kalimalarni bir-biriga qalb bo'lishi juda ko'p mana shu sarf bo'yicha ajoyib anaqa fikrlarni, boshqalarni kitob qilganlar-da, o'shani kichkina kitobcha. O'zbekistonda nashr qilinsa zo'r bo'lardi. Xudo xolasa inshaalloh. Zo'r kitobda. Zo'r kitob. Qoidalar o'qid deydi. O'sha qalb qoidalari, e'lol qoidalari, shunaqalarni ham keltiradi, sarf qoidalari. Hop, sukunli qilish e'loli. Taskin. Oxirdan bitta oldingi mavzuyimiz. Taskin lug'atda sukunli qilish degan ma'noni bildiradi. Iskan ham deyiladi, to'g'rimi? Bu askin af'ali yuf'aluniki bo'lsa, bu fa'ali yuf'aluna masdari, to'g'rimi? Xo'p, ma'no bildiradi. Istilohda yengillatish maqsadida harfning harakatini sukunga o'zgartirish degan ma'noni anglatadi. Bu ikki xil yo'l bilan amalga oshiriladi. Hazf qilish va ikkinchisi harakatni naql qilish. Qaranglar, hazf qilish haqida birinchi to'xtalamiz. Bu quyidagi holatlarda ro'y beradi. Oxiri vov yoki yo bo'lgan muzori fe'li raf holati. Misol mana yad'u vu, yad'u mana yaqdi, yad'u edi. Demak, zammadan keyin zammali vovni xil bo'lgani uchun tushirib yubordik. Ba'zilar shunchaki vovga zamma og'ir deyishadi. Buni ham demak tushirdik. Yad'u qoldi. Yaqdiyu kasradan keyin zamma og'ir, zammani tushirdik. Yokida shunchaki yovga zamma og'ir. Bunaqa desak ham bo'ladi. Manqus ismlar raf yoki jar holatida mana arromi, arromiyu bo'lgan, to'g'rimi? Bunda ham zammasini tushirib yuboramiz. Nimaga? Saqil, og'ir. Endi harakatni naql qilish. Mana
Ajoyib. Bu doktor Abdulatif Xotipov kitoblaridan olganmiz. Juda zo'r uslubda tushuntirib berganlar shuni. Demak, taskin sukunli qilish uchun naql qilish dedik. Naql qilishni demak, demak, bu illatli harfning harakatini o'zidan oldingi sahih harfga olib berish. Buni shunday quyidagi ko'rinishlarda yuz beradi. Harakatli harakatni naql qilish bilan muzori fe'li ajvaf fe'lining ayn barobar vav yoki yo bo'lganda harakati fo barobarga olib beriladi. Harakatni naql qilish qoidasi fe'lga tobe bo'lgan ismi fa'il ismi maf'ul ismi makon masdarda ham amal qiladi. Misol mana yaqumu yaqvumu bo'lgan, yabi'u yabi'u bo'lgan, mabi'un mabi'un bo'lgan, ustubi'a ustubi'a bo'lgan. Buni bilamiz. Yuqorida o'tdi. Bu yerda demak shunchaki ko'chirdik, naql qildik xolos. Endi qaranglar. Harakatni naql qilib, harf illatni qalb qilish. Mana bu ham imlo sal qoidasi ketgan. Mana shu o'zimning xatoligim. Mana shu yerda bor-ku, mana 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 bu yerga o'xshagan qora bo'lishi kerak edi. Bu yerda bunaqa to'q qilganmiz-ku. Bu yerda mana bu yerda har bitta nuqtadan keyin bu yerda mayli. Xudo xolasa uni ham to'g'rilaymiz. Harakatni naql qilib, harf illatni qalb qilish. Mana qarang. Tepada shunchaki naql qildik. Endi qaranglar. Naql qilamiz va keyin harfi illatni qalb qilamiz. Qaranglar. Bu qoida ayn barobar vovli yoli bo'lgan fe'llarda bo'ladi. Mana aqvama va ularga tobe ismlarda. Aqvama, aqovma, aqoma. Bunda mana ikkita ish sodir bo'ldi. Naql qildik, qalb qildik. Abyana, abayna, abana. Yuqivimu, yuqivmu, yuqimu. Maqvamun, maqvamun, maqovmun, maqomun. Endi harakatni hazf qilib, o'rniga harakat naql qilish. Qarang, bu qoida ayn barobari xullas mana bu yerda tushunib olasizlar. Bu yi'a edi. B ya bo'ldi, keyin bi ya bo'ldi. Mana birinchi tushirib, keyin naql qildik. Tushirib, naql qildik. Endi harakatni hazf qilib, o'rniga harakat naql qilish, so'ng harfni qalb qilish. Qaranglar. Mana quvila edi. Q mana qoni qof harakatini tushirdik. De keyin mana nima qildik? Vov va kasrasini oldiga olib beramiz. Qivla bo'ldi, keyin qiyla bo'ldi. Bunda bitta mana bitta ish qildik, ikkita qildik, uchta ish qildik bunda. Qaranglar. Demak, birinchi harakatni tushirdik, o'tkazdik, keyin qalb qildik. Mana bu yerda nima qildik? Tushirdik, qalb qildik, bo'ldi deydi. Bunda yana bitta ish qo'shildi. Endi keyingisi harakatni naql qilib, harfni hazf qilish. Maqvulun edi, maqulun edi, keyin maqulun. Mabyu'un edi, mabuy vav un bo'ldi, keyin mabi'un. Mana ya'ni yo tushirib yuborildi, yoki vav, uni ixtilof bor, to'g'rimi? Demak, tushirib yuborish. Naql qilamiz, keyin tushirib yuboramiz. Harakatni naql qilib, harfni qalb qilib va hazf qilish. Bu qoida mana istif'alun vaznida olib kelinadi. Qaranglar. Istiqvamun edi. Istiqov alif mun bo'ldi, istiqomun bo'ldi. Keyin mana qaranglar. Alifga qalb bo'ldi-da. Mana naql qildik. Keyin naql qildik, qalb qildik, keyin hazf qildik, keyin evaz olib keldik. Bu asli bundan keyin evaz ham bor-da. Mana bu evaz etilmagan-ku. Mana harakatni naql qilib, hazf qilish deganmiz va evaz ham olib kelish ham bor-da. Endi bu holatda endi evaz ham olib kelingan. To'g'rimi? O'zi mana shunga evazni ham qo'shib qo'ysak bo'lar ekan-a. Subhanalloh, qo'shmoqchi bo'lgan edim lekin. Anaqa bu yerda doktor Abdullatif Xotib bor-ku, o'sha evazni qo'shmagan edilar-da. Men ham shunchaki ulardan olib evazni qo'shmagan edim. Lekin mana shu evazni ham qo'shsak bo'ladi. Ya'ni shunda nechinchi ish bo'ladi? Mana birinchi ish, ikkinchi ish, uchinchi ish, to'rtinchi ish bo'ladi. 4 ta ish bajarilgan bo'ladi. Tushunarli? Demak, naqllar 4 xil ko'rinishi bo'ldi. Ajoyib. Ajoyib. Hop, endi idg'om. Idg'om lug'atda kirgizish degan ma'no bildiradi. Istilohda sukunli harf ketidan harakatli harfni keltirib bir mahrajdan bir urinishda talaffuz qilish. Bu eng oxirgi mavzuyimiz. Idg'om. Bu sarf ilmidagi idg'om. Demak, sukunli harf ketidan harakatli harfni keltirib, ya'ni ba'zi joyda bor-ku, qaranglar. Ikkita sukun kelib qoladi, o'zimiz birinchisini sukunli qilib o'zimiz yasab olishimiz ham mumkin-da, tushunarli? Agar o'zi holatda turgan bo'lsa, shundoq ham idg'om qilib yuboramiz. Bir mahrajdan bir urinishda talaffuz qilish ma'noni anglatadi. Bu holat alifdan boshqa barcha harflarda sodir bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Chunki alif doim sukun, oldi fathali bo'ladi. Undan boshqa holatga o'zgarmaydi. Endi idg'om ikki bir xil harf yoki sifatlari va mahrajlari bir-biriga yaqin bo'lgan harflar o'rtasida bo'ladi. Ya'ni mislayn yoki mutaqoribayn, mutajonisayn. Uni 3 xil turi mavjud.
Vojib lug'atda majburiy degan ma'no bildiradi. Istilohda amal qilish lozim bo'lgan qoida degan ma'no bildiradi. Hop, idg'omning bu turi quyidagi holatlarda vujudga keladi. Ikki bir xil harfning avvalgisi sukunli, ikkinchisi harakatli bo'lib, birinchisi mad bo'lmaganda. Misol maddun jaddada. Idg'om yechilganda hadada madadun. Mana e'tibor beriladi. Bu sukun qilingan bo'lgan-ku, o'shani nazarda tutiladi. Madadun bo'lgan. Bu asli sukun bo'lgan, to'g'rimi? Chunki bu masdar. Fe'lida unaqa emas-da, fe'li. Mana ikki bir xil harf harakatli bo'lib, bir kalimada bo'lganda. Misol mana madda bo'lgan, asli madada. Madada. Hop, birinchi dol harakat tushirilib idg'om qilingan. Mana. Mana o'zimiz idg'om hosil qilib oldik. A'adda asli a'dada bo'lgan, harakatni naql qilish orqali idg'om hosil qilingan. Ana. Demak, vojib idg'omni qaraylik, ikki xil ko'rinishda. Demak, bittasi o'zi shundoq sukun, ikkinchisida o'zimiz sukunni yaratib oldik. Joiz idg'om lug'atda mumkin degan ma'no bildiradi. Istilohda amal qilish ham tark qilish ham mumkin bo'lgan qoida degan ma'no bildiradi. Idg'omning bu turi quyidagi holatlarda vujudga keladi. Muzori fe'liga jazm kirganda, mana lam yafirro, unda lam yafrir deb talaffuz qilsa ham bo'ladi, lam yafirro desa ham bo'ladi, to'g'rimi? O'sha haqida gap ketyapti. Hop, muzoaf amrlarda ham xuddi shunday ug'dud desa ham bo'ladi, g'uddo desa ham bo'ladi. Bu haqida batafsil bayon qildik yuqorida, to'g'ri? Endi mumtani' mana idg'om mumtani' qanaqa bo'ladi? Lug'atda imkonsiz degan ma'no bildiradi. Yokida man qiluvchi, mumtani' imtana'a man bo'lgan, man qiluvchi yokida o'zi man bo'lgan degan ma'nodada. Hop, endi mutaaddi ma'no bera olmaymiz-da. Imtana'a mana'a desa man qilish, imtana'a o'zi man bo'lish. O'zi man bo'luvchi degani-da. Endi lug'at shunchaki endi imkonsiz deb tarjima qildik buni, tushunarli? Boshqa qanaqa tarjima qilsa bo'ladi? Misol uchun o'zi man bo'luvchi sal yemagan. Undan ko'ra imkonsiz yaxshiroq menimcha. Istilohda amal qilish mumkin bo'lmagan qoida degan ma'no bildiradi. Bu idg'omning turi quyidagi holatda vujudga keladi. Ya'ni idg'om mumkin emas bo'lgan idg'om muzoaf fe'llar harakatli zamirlar qo'shilganda. Madatda, yamdudna, umdudna degan. Alhamdulillah risolamiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Bu ish manfaatli bo'lsin. Amin. Hop, Ikrom Abdul Ahad. Ana, demak, alhamdulillah tugatib oldik. Demak, foydalangan manbalar ro'yxati 38 dan 38 dan o'zi ziyod edi. Bittasi qolib ketibdi, xo'sh manba. 38 ta manba. Va mana bu yerda mundarija sarf asoslari, sarf fanidan yangi uslubiy qo'llanma. O'zi asli mana uslubiy qo'llanma anaqa darslik deganda, yangi uslubiy qo'llanma. Ikrom Abdul Ahad, Turon nashr nashriyoti, Samarqand degan nashriyot, mana bosh muharrir unaqalar va Hilol nashrida chop qilingan bosmaxonasi. Shu bilan mana demak kitobimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ha, biz endi keyingi ishlarga ijoza ishiga kirishamiz.